Assalomu alaykum. Efirda yuridik mutolaa loyihasi. Ushbu ko'rsatuv Toshkent davlat yuridik universitetining professor-o'qituvchilari tomonidan yozilgan va nashr qilingan kitoblarning mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan taqdimot ko'rinishidagi loyiha hisoblanadi. Shu maqsadda bugun dastlabki kitobga bag'ishlangan taqdimotni o'tkazamiz. Demak, ko'rsatuvimizning ilk mehmoni Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat huquq nazariyasi kafedrasi dotsenti, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori Akmal Sodiqov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli charchamayapsizmi? Rahmat. Avval sizni ko'rsatuvda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bugun biz qaysi kitobga bag'ishlangan taqdimotni ko'ramiz? Bugun shu yuridik texnika kitobini ko'rib chiqamiz birgalikda. Demak, bo'lmasa men sizga minbari to'laligicha topshiraman. Men ham kamera ortiga o'tib, maza qilib sizni o'sha taqdimotingizni tinglayman. Rahmat. Demak, biz bilamizki, mana har bir kitob bu muallifning bir bolasi, farzandi kabi ardoqlanadi, e'zozlanadi. Buning asosiy sababi farzandga qanchalik kishi o'zini mehnatini, o'zini toqatini sarflaydigan bo'lsa, albatta shu kitob uchun ham o'zini ancha-muncha vaqtini, ko'z nurini sarflaydi. Shuning uchun ham bu kitob ham muallifni bir oddiygina bir farzandi deb qabul qilsak ham to'g'ri bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqib, ma'lumki, muallif uchun uning kitobi, uning asari farzandi kabidir. Chunki farzandga qanchalik toqat, mehr, muruvvat beriladigan kabi, muallif ham o'zining kitobiga, asariga shunchalik toqatini, sabrini va ko'zini nurini ayamaydi. Shundan kelib chiqib, mana bugun farzandimizni bugun taqdimoti bo'lyapti ekan. Bundan juda ham xursandmiz, boshimiz osmonga yetdi. Aynan shu yuridik mutolaa rukunini boshlab berib, ilk ko'rsatuvga chaqirganlari uchun ham juda ham xursand bo'ldik. Demak, kitobni avvalambor muallifi, ya'ni Kamina Kamtara bilan tanishtiradigan bo'lsak, demak, uzoq yillardan beri yuridik universitetda ishlab, aynan shu kitob uchun materiallar tayyorlab, shu kitob uchun turli xil ishlanmalar qilish orqali bu kitob dunyoga keldi. Ya'ni 2017-yildan boshlab yuridik universitetga ishga qabul qilinganimizdan to 2022-23-yillargacha bu kitob maromiga yetkazilgan. Qisqasini aytganda 5 yildan ziyodroq bu kitobimizga vaqt ketgan. Buni uni hajmida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kitob 400 betdan ortiq bo'lib, bu kitobni yozishda 300 dan ortiq manbalardan foydalanilgan. Kitobda 12 ta bob bor va eng muhimi, hozirgi paytda bilamizki, yangi adabiyotlar yoki bo'lmasa hozirgi zamonaviy adabiyotlar deb ataluvchi turli xil qo'llanmalarda qo'llanadigan turli xil infografikalar mavjud. Bularning soni 100 dan ortiqdir. Demak, kitobning o'zini muqovasida ham ko'rinib turibdiki, unga biroz bo'lsa-da mehr ajratilgan, dizaynerlar bilan ishlanib, aynan shu insonni ko'zini jalb qiladigan darajada tayyorlashga harakat qilganmiz. Endi kitobimiz 2 qismdan iborat. Kitobda umumiy va maxsus qismlar keltiriladi. Demak, umumiy qismimizda asosan yuridik texnika o'zi nima? Yuridik hujjat, yuridik lingvistika, yuridik terminologiya va yuridik hujjatlarni tayyorlashda qo'llaniladigan turli xil qoidalarga to'xtalib o'tilgan. Endi maxsus qismga keladigan bo'lsak, maxsus qismda asosan biz bilamizki, normativ hujjatlardan to oddiygina ariza yozishgacha bo'ladigan barcha hujjatlar namunalari va ularni yozishda kerak bo'ladigan qoidalar, usul, uslub va vositalarni tushuntirishga harakat qilingan. Albatta, maxsus qism juda ham katta bo'lib, u 10 ta mavzuni qamrab oladi. Ya'ni bu taxminan 360-350 betni qamrab oladi. Umumiy qismimiz esa umumiy ma'noda 50-40 betlik majmuadan iborat bo'ladi. Aynan maxsus qismda, demak, normativ hujjatlar, shartnomalar, bundan tashqari huquqni qo'llash hujjatlari va huquqni amalga oshirish hujjatlari, sharhlash hujjatlarining qoidalari, namunalari keltirib o'tilgan. Endi har bir bob bo'yicha, ya'ni har bir mavzu bo'yicha, har bir 12 ta mavzudan so'ng kazuslar, testlar, namunalar va virtual ko'makchilar mavjud. Albatta, savol tug'ilishi mumkin, virtual ko'makchi bu nima? Virtual ko'makchilar bizga yordam beradigan, bizga ko'maklashadigan ma'lum bir axborot texnologiyalari yoki bo'lmasa sun'iy intellektlarni keltirib o'tamiz. Masalan, tasavvur qilaylik, siz kitob qo'lingizda bor, lekin bilamizki, hozirgi yoshlarimiz ko'proq telefondan va o'ziga xos turli xil boshqa vositalardan foydalanishadi. Shunda kitobimizni ochib, mana QR kodlarni skaner qilgan holatda shu virtual ko'makchilarga o'tib ketish mumkin va ular orqali o'zingizga kerakli bo'lgan hujjatlarni tayyorlab, u hujjatlarning namunalari, hech bo'lmaganda uni qoidalar haqida tanishga ham imkoniyat bo'ladi. Demak, oddiygina mobil smartfon orqali QR kod skaner qilish orqali ham kitobdan foydalanish mumkin. Bu albatta zamon bilan hamnafas bo'lishning natijasidir. Endi qiziqarli tarkib. Nega buni bunaqa nomladik? Chunki kitobimizda
50 dan ziyod kazuslar mavjud. Har bir bob, ya'ni har bir mavzu bo'yicha kamida 2 ta 3 tadan demak kazuslar, huquqiy masalalar keltirib o'tilgan. Aynan shu normativ hujjatlarni tayyorlash bo'yicha yoki shartnomalarni tayyorlash bo'yicha, masalan, hozirgi kunda bilamizki, uy-joy bilan bog'liq bo'lgan shartnomalar, ayniqsa developerlar bilan bo'ladigan ko'plab shartnomalarda oddiy fuqarolar bilan, demak, ular o'rtasida tuzilgan shartnomada kamchiliklar bor yoki ishonchga qurilmagan munosabatlar bor. Shundan kelib chiqib, xuddi shunaqa kazuslar ham aynan o'sha huquqni amalga oshirish hujjatlarida o'rin olgan. Demak, bunday kazuslarimiz 50 dan ziyoddir. Bundan tashqari 100 dan ortiq infografikalar dedik. Masalan, misol sifatida olib ko'rsak, biz bilamizki, bizda katta qonun hujjatlarimiz bor. O'quvchilarga uni qiyin qilib tushuntirmaslik uchun mana bunaqa infografik chizmalar keltirib o'tilgan. Ya'ni bu chizmalar orqali butun bir qonunlarni o'qish shart emas. Masalan, shu infografikani shakllantirish uchun bu yerda demak 3 ta qonun hujjat, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonun loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kiritish tartibi to'g'risidagi qonun, Qonunchilik palatasi va Senatning reglamenti va bundan tashqari Prezident administratsiyasi nizomlari umumlashtirilgan holatda shu sxema shakllantirilgan. Bundan tashqari keyingi o'rinlarda ko'rishimiz mumkin, boshqa qarorlar, hujjatlarni yaratish sxemalari ham keltirib o'tilgan. Bu ham albatta o'quvchining, ya'ni mutolaa qiluvchining foydasini o'ylagan holatda yaratilgan. Ya'ni kamroq vaqt sarflab, ko'proq o'rganish nuqtai nazari bilan yondashilgan. Bundan tashqari 120 ta testlar bor. Ya'ni har bitta bobimiz, 12 ta bobimiz uchun eng kamida 10 tadan test bor degan. Demak, ertaga ustozlar bu kitob bilan dars o'tayotganda, albatta, demak, talabalar bilan dars so'ngida testlarni ishlash orqali ularni bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Va 100 dan ortiq tahliliy ma'lumotlar ham mavjud. Ya'ni bunda tahliliy ma'lumot deganimizda statistik ma'lumotlar bilan hozirgi holat umumlashtirilgan holatda turli xil xulosalar muallif tomonidan berib o'tilgan. Endi kitob taqdimotida biz bilamizki, biroz bo'lsa-da kitobdan mutolaa qilinadi. Keling shu mutolaa qilib ko'raylik va shu bilan taqdimotimizni yakunlaymiz. Endi mutolaa qilish uchun tanlagan joylarimiz juda ham ko'p va birgina qismi til qoidalari bo'yicha bir qismini tanlab oldik. Endi boshqa qiziqarli jihatlarni o'quvchilar va mutolaa qiluvchilarning o'zlari topishlari menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, kitobimizning 53-betida quyidagi fikrlar o'rin oladi. Til yuridik hujjatning shakllanishiga yordam beradigan asosiy tarkibiy birliklardandir. Bundan tashqari, yagona til makonini saqlab qolish, mamlakat birligini saqlash kafolati sifatida baholanishi mumkin. Tilni huquqiy tartibga solish orqali davlatning shakllanishi va barqaror rivojlanishi o'zaro aloqadorlik kasb etadi. Til davlat va huquq o'rtasida o'ziga xos vositachi vazifasini bajaradi. Zero qadimgi Rimning siyosiy arbobi Sitseron Mark Tulli ta'kidlaganidek, hukumat so'zlovchi qonun, qonun esa gung hukumatdir. Ya'ni qonunlarni yaratish orqali hukumat sukut saqlashi va bu qonunlarni o'zi hayotda ishlashligi nazarda tutilyapti. Shuning uchun ham hukumat so'zlovchi qonun, demak, qonun esa gung hukumatdir. Ya'ni hukumat aynan bir masalalar bo'yicha o'zi topshiriq berish bilan o'zini hurmatini tushirmasligi, aynan shu qonunlar amaliyotda ishlashiga, demak, urg'u berilmoqda. Albatta, bunda ko'plab boshqa mazmunlarni va ma'nolarni o'zingiz mutolaa qiluvchilar chiqarib olishi mumkin. Endi siz bilan shu o'rinda xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Vaqt nuqtai nazaridan bu kitob haqida ko'plab suhbatlar olib borishimiz mumkin, lekin o'quvchilarni o'zi eng yaxshi baholovchidir. Shu kitobni o'qing va unga baho bering. Kerakli fikrlaringiz, zaruriy tavsiyalaringiz bo'lsa, bizning eshigimiz doimo ochiq. Biz albatta sizni Davlat huquq nazariyasi kafedrasida kutib qolamiz. Aytgancha, bu kitobimizni biz, demak, Toshkent davlat yuridik universitetining Suv shopdan sotib olishingiz mumkin. Bu, demak, do'konimizda mavjud. Shu yuridik universitet 3-binosiga tashrif buyurganingizda bir do'konimizga nazar tashlasangiz, biz xursand bo'lamiz. Albatta sizga rahmat aytamiz va yuridik mutolaa rukni va mazkur ko'rsatuv davom etishini va ustozlarimizni ishlariga, mehnatlariga samara berishini tilab qolamiz. Rahmat, sog' omon bo'ling.